Bugun 26-aprel 2025-yil. O'tgan bir hafta ichida juda qattiq bitta xato ish qildik. Bu qilgan xatomiz bizga oxirgi va yakunlovchi zarbani berdi. Diqqat bilan qarang, nima ko'ryapsiz? Anglab yetdingizmi qanaqa zarba olganimizni? Egatlarga qarang. Barglar to'kilib ketganligini. Bulg'or qalampirlarimiz ommaviy ravishda barglarni to'kyapti. Xullas bu yoqqa kuz san'atasi bo'lib ketdi. Qarang buni qancha barg to'kilganligini. O'zi yarim nafas olayotgan bulg'or qalampirlarimiz yakunlovchi zarbani oldi. Shu paytgacha ozgina umidlarimiz bor edi. Endi shu qolgan umid ham ketdi. Mavsum ham ketdi. Hurmatli obunachilar, bizni doim kimdir achinib, kimdir juda jahl chiqib aytadi. Aytganni qilmaysan, o'jarsan, o'zing bilganingdan qolmaysan. Ertaroq qilganingda edi, bunaqangi bir oddiy jaydar tilda aytganda pux yemasding. Men aytganimni qilmaganing uchun mana nima ahvolga keldi ekining degan ma'noda ko'pgina obunachilarimiz, tomoshabinlarimiz o'zlarini e'tirozlarini bildirayotgan edi. Xususan o'sha biz virus deb o'ylagan paytimizda ora-sirada aytdim-ku, kimlardir bu o'rgamchak kana deganlar ham bor edi, e'tibor qilmovdik, dedim esingizda bo'lsa. Shu singari tomoshabinlarimiz ana men aytdim shuni. O'shanda aytganda qilish kerak edi ma'nosida ham o'zlarini izohlarini yozib qoldirishdi. Shunday obunachilarimizdan biri Zokir aka degan odam qancha desam, shu bir oylar bo'ldi-yu. Bir oylardan beri meni raqamimni topib Telegramdan 1-2 marta yozgan edi. Bitta zo'r dori bor. Shuni sinab ko'ring, zo'r natija ko'rasiz, o'rgamchak kanaga qarshi yaxshi ish beradi. 2 marta sepasiz bo'ldi dedi. To'g'risini aytaman, biz endi o'zimiz yo'nalishda, ya'ni ana Marlen degan agrodo'kon egasining tavsiyasi bilan dori sepayotganligimiz uchun unchalik bu masalaga chuqur sho'ng'ib aka orada shu 2 marta yozdi. Siz bilan gaplashib bo'lmayapti, negadir javob bermayapsiz ma'nosida. Keyin mana bu o'tayotgan hafta ichida shu dushanba kunimidi ekan, seshanba kunimidi ekan, yo undan sal oldinmi, yana bitta video tashladi. Ya'ni mana men aytganimni qilganlarda natija bor deb bir xorazmlik aka sinab ko'ribdi shu usulni, o'rgamchak kana ancha endi qaytgan, o'zining minnatdorchiligini bildirgan ekan. O'shandan keyin, ya'ni 3-chi shu hujumidan keyin oddiy qilib aytganda, mayli akani aytganini qilsak qilaylik deb tavsiyasiga amal qilishga qaror qildik. Uni tavsiyasida shu bor edi. 10 yoki 12 gram fitaverm to'g'rog'i va 20 gram tenza kokteyl aralashtirib sepasiz. 3 kun oralatib 2 marta sepsangiz o'rgamchak kanaga qarshi yaxshi natija beradi dedi. Endi bitta oydinlik kiritib qo'yay. Tenza kokteyl deganda mikro elementlar kompleksi. U asli Yara firmasiniki, aynan tenza kokteyl, lekin boshqa firmalarga ham bor. Endi samarasi nuqtai nazardan Yaraniki yaxshiroq hisoblanadi. Ya'ni fitaverm bu o'rgamchak kanaga qarshi ishlasa, mikro elementlar kompleksi antistress sifatida ekinni o'ziga tezroq keltirish vazifasini o'taydi, tushunishimcha. Va mana shu ikkita aralashma 2 marta sepilish orqali ekin o'ziga kelishi maqsad qilingan. Va shu oxirgi xabarlashganida aka aytdiki, nima qilsa 5 ml farmayot ham qo'shing. Nima pernasporozga ham qarshi ishlaydi. Ya'ni shuni davolashda, oldini olishda yordam beradi deb. Bizda endi mana bunaqangi dog'lar bor. Mana bunaqa dog'lar bargda. Bu ham endi zamburug' bo'lsa kerak deb o'yladik. Endi men endi o'zimcha o'yladimki, shu farmayot sepsak, mana shu dog'larga qarshi ishlar degan ma'noda. Itimiz itday o'ynab yuribdi maza qilib. Ya'ni 5 ml farmayot ham qo'shsangiz zarar qilmaydi dedi. Natijada nima bo'ldi?
aralashma 3 ta preparatdan iborat bo'ldi. 10-12 ml fitoverim, qo'shimcha 20 gram mikro elementlar kompleksi, Tenza kokteyl va 5 ml farmayot qo'shdik. Biz Tenza kokteyl o'rniga Belchin firmasini mikro o'tlar kompleksini qo'lladik. Bu Tenza kokteyldan hech kam joyi yo'q. Italiya firmasi, yaxshi firma hisoblanadi. Shundan qo'shdik. Natijada aralashtirib uni sepdik va ertasi kuni ekinimizni bargi to'kila boshladi. Hozir bu ekin katta hovlimizdagi tomorqa. Ayniqsa shu katta hovlimizdagi bulg'or qalampirda yomon to'kilyapti. Shu o'rinda aytib o'tay, bu yerda termos olib tashalgan. Bizni ekinda ham ko'pchilik issiqxonani ko'rib, termosni olib tashlang, havo yaxshi aylanmayapti, u bu dovdi. Mana bu yerda termos yo'q. Olingan, havo yaxshi aylanyapti. Biroq bu yerda qo'llangan dori juda qattiq ta'sir ko'rsatgan. Bizga ham barg to'kilyapti, hozir ko'rsataman, lekin bunchalik emas. Bunaqangi barg to'kilishidan keyin ekin stressga hozir kirdi. Xo'p, o'zi hosildorlik pasayganda, bundan keyin umuman paysasa kerak, chunki asosiy oziqa nima, quyoshdan energiya olish hammasi barg orqali amalga oshadi. Hozir barglarning to'kilishi bu hosilni to'xtatadi. Mana qarang, hozir silkitamiz. Barglar to'kilib yotibdi. Ko'rdingizmi? Yog'ib yotibdi barglar. Bilmayman bu yerdan nima ta'sir qildi. O'g'it sal ko'plik qildimi? O'zi odatda 10 litrga 5 gram tavsiya qilinadi mikro elementlar kompleksi. Endi aka 20 gram degan uchun hamda haliga mana sinovdan o'tkazilgan videoni jo'natgan uchun mayli dedim. Sal ko'nglimdan o'tdi, ko'pmasmikan deb. Xullas, o'shani ko'pligidan bo'ldimi, nima bo'ldi bilmayman. Aytganimdek sal ko'nglimga keluvdi, endi shu sinovdan o'tgan bo'lsa, hech narsa qilmas degan ma'noda ortiqcha savol bermasdan adashib 20 gram deb yormadingizmi ham demabman. Shu turishda qo'llaganmiz. Natijada o'zi xarajat qilingan pulni tuzuk chiqara olmay turgan paytimizda batamon ekinni dabdala qildik. Bu yerda issiqxonamizda, ya'ni katta hovlida termos bo'lmaganligi uchun, har holda endi uncha soya bo'lmaganligi ham keskin ravishda mana shu stressni avj oldiryapti dori ta'sirida va juda qattiq barg to'kilyapti. Nima demoqchiman? Shu Zokir akamiz ham yaxshi bo'lsin deb ichi achigandan qayta bizga shuni qo'llang deb qayta aytdi. To'g'risi endi shuncha qo'lla degandan keyin xijolat bo'lgandan ham mayli dedik. To'g'risi fitoferimning xususiyatini qaradim, unaqa zijil kimyoviy zararli emas ekan. U tabiiy tushunishimcha mahsulotlar asosida qilingan akaritsid hisoblanadi hasharotlarga qarshi kurashda. Ya'ni boshqa o'zi dorimiz ish berayotgan edi, sekin-sekin o'rgamchak kanaga. Biroq ularning kimyoviy xususiyati bo'lganligi uchun meva yeganga zarar bo'lmasin degan ma'noda fitoferim ma'qulroq deb davomida shuni ishlataylik dedim. To'g'risi xususiyatni o'qib chiqdim qo'llashdan oldin, lekin mana shu aralashmani nimasidir yoqmadi ekinga. Aynan nima bo'ldi, asosiy sabab bilmayman. Siz hurmatli tomoshabinlarimiz bizga yaxshilik tilab tavsiya qilasiz, ammo mana bunaqangi holati ham bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun biz ham cho'chib, turli tuman fikrni ko'pchiligini qabul qilib qo'llashimiz qiyin bo'ladi. Bitta natijasini ko'ryapsiz. Obunachilarimizni ya'ni ko'nglini qaytarmaylik degan ma'noda qildik. Juda katta hozir o'zimizga tashvish chiqdi. Bu barg to'kilib boshlaganini ko'rib shunday kayfiyatimiz tushib ketdi. To'g'risi bir kun men sal g'alati bo'lib yurdim. Bir kundan keyin sal o'zimga keldim. Ukam ham juda bir tushkun kayfiyatda edi bir kun. Yaxshi, endi uydagilar qo'llab-quvvatlab, mayli bolalarim bo'lib turadi-da, shunday degani bir tasalli bo'ldi-da, sal o'zimizga keldik. Endi nima bo'lsa bo'ldi, endi bundan battar bo'lmaydi deb ukam kechagida tomchilatish tizimidan suv berdi. Endi bo'lsa mana pushtadan suv haydayapti.
Endi o'lsa o'lib ketsin deb. Bundan battari bo'lmaydi degan ma'noda. Endi ko'ramiz. Bundan keyin menimcha endi dori qo'llanmasa kerak. Endi shu holatiga qoldirib qo'yamiz. Bu esa bizni tomorqa. Vaziyat unaqa ko'ngilni ko'taradigan emas. Bilasiz, hali o'rgamchakkani ayniqsa biznikida juda yaxshigina zarar bergandi. Endi sal ovuntiradigan joyi bizda o'sha aralashma qo'llanganda kamroq to'kildi-da. Lekin bari to'kilyapti. Ha. Ko'rdingizmi? Qizig'i kuydirgan desa, kuydirilmagan. Uzildi bu ham mana. Bu endi jigarrang dog'lar o'zi bor edi, lekin barglar shunday to'kilib ketyapti-da. Ko'pchilik ham teringizni olib tasha, havo yaxshi aylanmaydi yoki bo'lmasam soya qilib qo'yapti singari e'tiroz bildirayotganda, ayni paytda bizni terimiz sal mana shu qilgan xatomizni yengillatishga balki yordam berayotgandir. Bu shaxsiy fikrim. Oxirgi 2 terimdan 3 terimda hosildorlik ham o'zi ancha tushib ketdi. Bir shu bizni tomorqamizda 87 kilogacha terilgan bo'lsa, o'z vaqtida hozir zo'rg'a shu 30 kilo, sal shundan ziyodroq bo'lib terim bo'lyapti. Hosildorlik ham past. Umuman olganda bir haftada shu holatlar bo'lib o'tdi. O'zi chayqalib, qiyshayib turgan ekinimizni batamom ana urib yiqitdik desak ham bo'ladi. Dehqonni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi.